Bugun sizlar bilan layerlar bo'limi bilan tanishamiz. O'zingizlar kompyuterda ishlayotgan bo'lsanglar, agar mana bunaqa layer ko'rinmasa, Windowsdan layerlarni yoqib qo'yamiz. Mana garaj klaviaturasi F7 ni bosganimizda layerlar mana chiqib turadi. Xo'p, misol qo'yadigan bo'lsam, bu yerdan turibchi shaklda olamiz va chizamiz. Mana rangini tepadan ham belgilasak bo'ladi. Qizil qilmoqchimiz. Stroka ham qizil bo'la qolsin. Yoki tumaloq. Buni ham rangini mana bu yerdan o'zgartirishimiz mumkin. Shunday qilib o'zgartiraveramiz. Ya'ni buni rangini bu yerda 2 marta bosib mana bu yerda layerda bu yerda 2 marta bosib o'zgartirishimiz mumkin. O'zimizga kerakli rang bilan bo'yab qo'ysak bo'ladi. Endi bundan kopiya olmoqchiman. Turibchi shakl bitta chizdim, tumaloq shakl bitta chizdim. Endi buni kopiya olish uchun Ctrl J bilan usulini o'rgangandik. Ya'ni Ctrl J qilganimizda mana kopiyapti. Ctrl J qilganimizda mana ko'paytiryapti, ya'ni ustun ko'paytirib beryapti. Endi buni boshqa usuli mana shu ko'paytirmoqchi bo'lgan shaklimizni ushimizda alt bilan kopiya olamiz. Mana alt bosib mishkani qaysi tomonga bosmoqchi bo'lsak, o'sha tomonga beradi kopiyasini. Layerlar bo'limida biz nima qilamiz? Bu yerdagi tartib bu yerga ta'sir qiladi. Misol qiladigan bo'lsak, layerlar bo'limida misol mana bu shaklim eng tepasida turibdi. Mana keraklarni o'chiramiz. Misol mana bu tumaloq shaklim hammasini tepasida turibdi. Yoki mana buni o'rta ikkala to'rtburchakda oralig'ida bo'lsa, mana endi oralig'ida yuribdi. Qo'shin eng pastda bo'lsa, hammasini tagida bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi tartib bu yerimizga ham ta'sir qiladi. Tekst bo'ladimi, boshqa narsalar bo'ladimi, hammasi shu holatda bo'ladi. Xo'p, misol qiladigan bo'lsak, hozir bular katta bo'lib ketibdi. Bularni biroz kichiktiramiz va kopiya olamiz. Ko'rib turganinglardek, kopiya olganimizda bizni chalg'itishda boshladi. Endi bu yerda turburchalar ko'payib ketdi. Endi biz bunda gruppovoy, ya'ni gruppalab ishlatishimiz mumkin. Ya'ni Ctrl G qilib
hammasini blok olamizda. Xo'p, mana buni bekitib qo'yib tursak, hadeb chiqib ketavermaydi. Xo'p. Bu hamma to'rtburchaklarni blokka olamizda. Ctrl G deb bosganimizda уже hammasi mana bitta gruppada bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bitta gruppada bizni chalg'itmaydi. Ustiga ikkita bossak nom chiqadi. Misol uchun to'rtburchak deb nom qo'yishimiz mumkin. Mana. Yoki gruppani ikonkasiga bo'lsa, gruppa bo'lib qolishi mumkin. Bitta gruppa bo'lib qolmaydi. Nomni yozib qo'yamiz. Xo'p, mana buni ham shunaqa qilishimiz mumkin. Bular ham mana ko'payib ketdi. Bularni ham mana bitta qilib gruppalab qo'yishimiz mumkin. Dumaloq. Endi biron bir katta proyektlarda yo boshqa ko'p detallar bilan ishlayotganimizda, misol uchun ishlayotganimizda qo'limiz tegib ketadi yoki surilib ketadi. Mana shunda mana shular ustiga mana bu boya aytganimdek, mana u qilayotganda surilib ketdi-ku orqa fon. Mana bu qulf qilib qo'yamiz. Qulf qilib qo'yganimizda xohlagancha ishlaymiz, ya'ni bular siljib bu yoqqa ketib qolmaydi, o'z joyida turaveradi. Hech qaysinisi mana ushalmaydi. Chunki buni gruppasi buni qulflab qo'ydik. Gruppani ochsak, keyin mana ishlasak bo'laveradi. Ya'ni faqat gruppani emas, bitta layeri o'zini ham qulflab qo'ysak bo'ladi. Misol uchun mana shu rectangle qaysi bo'lishi mumkin? Mana shu bo'ladigan bo'lsa, mana shuni o'zini mana qulflab qo'yishimiz mumkin. Mana jiljimayapti. Mana bunisiga umuman jiljimayapti. Xalaqit bermaydi. Joyini o'zgartirmayman. Qachonki qulfini ochsam, mana shu o'zgarishi mumkin. Shunaqa qilib gruppalab ishlatishimiz mumkin. Misol qiladigan bo'lsak, yana shunaqa gruppalarimiz ko'p. Mana shunda ham mana bu ko'zni ustiga mishkani o'ng tomon bosganimiz, mana har xil ranglar chiqadi. Mana sariq, shunaqa har xil ranglar qilib turib, o'zimizni nimani ishlatayotganimizni, ya'ni gruppalarni ham nomlari ko'p bo'lganda mana shunaqa ranglar bilan ham ajratib olsak bo'ladi. Sizlarga vazifa har xil shakllarni qilib, gruppalab, nomlab, shunaqalar qilishni o'zinglar ustida sinab ko'ringlar.